mashina olinadi-yu, sovg'a qilinadi misol uchun kimgadir, mana bola ota-onasiga birinchi o'rinda aytadi-da, katta bo'lsam otamga mashina olaman, onamga mashina olaman desa ota-ona deb xursand o'tiradi. Mana bolamiz mashina olar ekan. U men o'ylashim bo'yicha ota-onani уже miya уже materialniy bo'lganda, endi keyingi pokoleniyaga ta'siri bo'lyapti, что u ham mashinani o'ylayapti. То есть materialniy narsalarni o'ylayapti. Aytmayaptiki, men shunaqa odam bo'lamanki, nimadir yengillik yarataman, yengillik narsa, yengillashtiraman. Что yo'q, mashina bor-ku, mashina uchun yashash emas-da. Qilayotgan ishimni o'zida xohlasam mashina ham olaman, xohlasam kvartira olaman, xohlasam yaxta olaman, xohlasam boshqasini olaman. Xohlasam arendada turaman. Xohlaganimda, bu xohlasam. Lekin meni asosiy maqsadim nimadir yaxshilik berish odamlarga yoki kashfiyotlar qilish, qanaqadir bir oliy maqsad yo'q-da. Buni ta'sirida o'sha ota-onalarga mashina olaman desa, voy bolajonim, mashina olarkan yana singdiryapti, dalchi keyin kattaroq, sal katta bo'ladi-da, mashina olgandan keyin otamga yo onamga deb mashinani mahallam boshidan signal chalib, olib kiradi, bu karnay surni chalib turibdi, ta qilib, ota yig'lagan duosini bergan. Hozir bojamga ham chiqdi. Bojamga, unisiga, bunisiga, bu yerda qo'shnilar hamma telefonga olib, qarindoshlar gruppasi yuboryapti, o'tay qarindoshlar hamma vohma va shu ana orzu havasi tochkasi materialniy narsaga kelib qoldi-da, imенно mashinaga. Ko'chada yurib bo'lmaydi mashina ko'pligidan. Umuman yurib bo'lmaydi. To'g'ri. Negativga to'lib ketib qoldi, aka. Ha, tozalash kerak shu negativni. Qarz so'rasangiz pul yo'q. Yo'q. Aka, mashina olgandan keyin mana bizning shaharda nechta mashina yurgan bo'lsa, o'shani bir 70% menimcha o'ylayman shu taksida-da. Nima bo'lmasin, mana shumi maqsad. То есть butun umr mashina olishni orzu qilding, что bu o'tirib keyin taksi qilish uchun. Bo'lib qoldi-da. Вот materialniy duosiz menimcha bizanikilar ancha materialniga ketib qolganda. Endi bizanikilar demay, men va meni do'stlarim deb qo'ylik, hozir hammaga javob bera olmaydik. Hammaga javob bermaydik. Endi akani aytayotgan gaplari menimcha, не только bizda, misol uchun dunyo